Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Usta Jasur, Farg'ona viloyati Furqat tumanida qilib bitkizilgan chiroyli obyektimiz. Akalar, ko'p cho'zib o'tirmasdan Tunikafonda narxini dangal aytib ketaveramiz. Boshidan 115 ming so'mdan boshlab 150 ming so'mgacha vodiy bo'ylab chiroyli qilib bitkizib berilyapmiz. Aytishlaring mumkin, Tunikafon narxi nima sababdan qimmat yoki arzon bo'ladi? Tunikafon narxlari akalar asosan qalinligiga qarab qimmat yoki arzon bo'ladi. Va obyektimizga e'tibor berib o'tamiz. Bu obyektimizni darvozaxona qismi, ya'ni naves qismlarini polni oq qilib, alkabon stilda 04 tunikaga chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Ko'rib turganinglardek, chet qismlarini, ya'ni daroshka qismlarini polni dela qilib berganmiz. Akalar, e'tibor beramiz, yorug' tushib turgan joylariga ham, polni svet tushgan joylariga ham hammasida valna degan narsa yo'q. Chiroyli qilib iloji boricha valnasiz chiqarib berishga harakat qilganmiz. Naves qismiga e'tibor berib qo'yamiz akalar. Agarda ishlarimiz sizlarga yoqib turgan bo'lsa, obzorlarimiz, videolarimiz sizlarga ma'qul kelib turgan bo'lsa, albatta like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Akalar, agarda sizlarning ham obyektivlarni shunaqa qilib chiroyli qilib bitkizib berish kerak bo'lsa, tagidagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Eslatib o'tamiz, biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. O'zimiz Farg'ona viloyat Bo'yda tumanidan bo'lamiz. Agarda sizlarning ham obyektivlar Farg'onaga yaqin joyda bo'ladigan bo'lsa, qatnab chiroyli qilib bitkizib berishga harakat qilamiz akalar. Agarda sizlarning obyektivlar uzoqroq joyda bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga yotoq joy shart bo'ladi. Videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, sog' va salomat bo'linglar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.